Hurmatli do'stlar, hozir mana operatsiyaga tayyorgarlik ko'ryapmiz bir bemorimizni. Bemorimiz ikkilamchi bepushtlik bilan murojaat qilgan. 4 nafar farzandi bor, lekin yana farzand ko'rish istagi bo'lganda farzand bo'lmagan. Va tekshiruvlarda urug' 0 ga tushib qolgan. Bemorimiz yoshi 55 yoshda. Tekshiruvlarda azospermiya aniqlandi, ya'ni urug' foizi 0. Bundan tashqari chap moyakda gidrotseliya, ya'ni chap moyakda suv yig'ilgan. Holat aniqlandi. Hozir xudo xolasa rejalashtirilgan operatsiyamiz mikroteziya operatsiyasi va gidroselektomiya amaliyoti, ya'ni moyakning ichida urug' izlash va urug' bo'lsa olib muzlatish va undan so'ng o'sha yig'ilgan suvni olib tashlaymiz. Xudo xolasa kuzatib turinglar, jarayondan lavhalarda ko'rsatib boramiz. Do'stlar, hozirgi bemorimizdan mana yaxshi sifatli urug'lar topildi. Embriolarimiz bizga xabar berdi, hozir urug'lar bor deb. Hozir biz yana ko'proq material olib beramiz, to'qima. Ushbu to'qimalarni muzlatib qo'yishadi. Shu bemorimizni farzandli bo'lish uchun ishlatiladi. Hozir birinchi bosqichda operatsiyamiz mikroteziya amaliyoti. Undan keyin gidroselektomiya, ya'ni o'sha moyakda yig'ilgan suvni olib tashlaymiz. O'sha qavatini ham xudo xolasa bartaraf qilamiz. Suv yig'adigan qavatni xudo xolasa qaytib bunaqa muammolarga duch kelmasligi uchun. Endi shunaqa urologik, andrologik muammolar bo'lsa, raqam qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin.